Assalomu alaykum, bizning kanalimizga xush kelibsiz. Ertaga ob-havo qanday bo'ladi? O'zgidromet ertaga 17-yanvar kuni kuzatiladigan ob-havo prognozi. Unga ko'ra, Toshkent shahrida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Kechga tomon yomg'ir yog'ishi mumkin. Kechasi va ertalab tuman tushishi mumkin. Sharqiy shamol yo'nalishlarini o'zgartirish xaritadan 3-8 sekund tezlikda esadi. Harorat kechasi 1-3 daraja iliq, kunduzi 4-6 daraja iliq bo'ladi. Qoraqalpog'iston Respublikasi Xorazm viloyatida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Ba'zi joylarda qor yog'adi, tuman tushishi mumkin. Yo'llarda ba'zi joylarda yaxmala kuzatiladi. Shamol g'arbdan 7-12 metr/sekund tezlikda esadi. Harorat kechasi 0-5 daraja sovuq, ba'zi joylarda 6-11 daraja sovuqqacha, kunduzi 3 daraja sovuq, -2 daraja iliq bo'ladi.